Bilasizlarmi, biz nega xayriya tashkilotimiz nomini Muray Qalblar xayriya jamoasi deb qo'yganmiz? Dunyomizda hozirgi kunda urushlar sababli, bombardimonlar sababli juda ko'plab yosh go'daklar, yosh bolalar otasidan, onasidan yoki ikkisi ota-onasidan ham ayrilib yetim bo'lishgan. Va mana bu holatda juda qiyinchiliklarni ko'rishyapti. Ba'zi bolachalar yetimxonalarda, yana ba'zi bolachalar esa hech qanday qarovsiz qolishgan. Va bizlar ham mana shunday yetimlarga, qarovsiz qolgan yosh bolalarga o'z yordam qo'llarimizni cho'zishlik uchun xayriya tashkilotimiz nomini Muray Qalblar deb qo'yganmiz. Chunki bolalar mana shunday urushni, mana shunday qiyinchilikni, ota-onasidan ayrilish qiyinchiligini ko'rib murg'ak bo'lishgan. Va albatta mana shunday yetimlarga yordam qo'lini cho'zayotgan, o'z molidan yordam qilayotgan qancha aka-uka opa-singillarimiz bor. Alloh taolo ularni qiyomat kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda jannatlarga kirishligini nasib aylagan bo'lsin. Bugun ham ko'rib turganingiz ushbu bolachalarga ihson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizning yordamlari bilan ularga yordamlar, hadiyalar ulashtirdik va ihson zakotlarni ulashtirdik. Va albatta ushbu bolachalar ham ushbu urushlar sababli otasidan, onasidan yoki ota-onasidan ham ayrilib yetim bo'lishgan. Va bizlar ham mana shunday yosh bolachalarni xursand qilib, ularga yordamlaringizni ulashda davom etyapmiz. Agar sizlar ham o'z yordamlaringizni, ihsonlaringizni mana shunday bolachalarga, mazlumlarga ulashni istasanglar, bizning aloqa manzilimizga chiqishinglar mumkin inshaalloh. Va bizlar ham tezkor shaklda yordamlaringizni ulashda davom etamiz.